Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana tayyor Aksoplast bukmak to'g'ramimiz. Bo'limda 3 xil ruchka turibdi. Ko'ramiz qaysi biri sizlar uchun ma'qul bo'ladi. Bu men uchun qiziq, chunki klientlar bilan suhbat qurayotganimda qaysi rangni ko'proq tavsiya qilsam bo'ladi. Hozir almashtirib moslab qo'yib ko'ramiz. Bu rang qanday tushdi? Izohlarda qoldirib ketinglar. Izohlarda qoldiringlar. Bu rangli svetimiz, bu rangli romimizga qaysi bir ruchkamiz chiroyli yarashdi. Sizlarning xohishlaringga qarab, keyingi safar kelgan mijozlarga xuddi o'sha ruchkani tavsiya qilamiz. Qaysi biri sizlarga ma'qul bo'lsa.